Assalomu alaykum, hurmatli To'xta MDF eshiklari kanal kuzatuvchilari, sizlar dastlabki ustanovkalarimiz davom etadi. Bu galgi dastlab Andijon Asaka tumaniga bo'ldi. Juda ham tiniq, ideal holatda kirashini eshiklarimizni sifatli holatda o'z vaqtida qo'yib berdik. Davayni apkulatning eshigimiz ideal holatda chiqqan tursloy kraska sepilgan eshik bo'ladi bu. Mana yonidan ko'rsatamiz. Tiniq, ideal holatda choklari ham, stiklari yo'q, yaxshi holatda bo'lgan. $11 zamoylar bilan chiroyli holatda turibdi. Qora matfiy zamoylari rezinkalar bilan bo'ldi. Bu oshxonasiga bo'ldi. Akamizni ichkari tomonlarini ham bir qator yoritib o'tib ketamiz. Narxlar bilan akalar. Yopilish holati ham 5 ming zo'r holatda. Mana bu original eshik bo'ladi. 500 minglik, 800 ming, 1 millionlik eshiklarga solishtirmaysizlar. Sababi buni o'zi ashufkan 8 ming so'm bo'ladi. 08 MDFdan penalarni quyib, o'zimiz polni yig'ib berdik. Eshikni o'zi endi alohida narsa bu akalar. 4 tadan oshiq moshlari mana qalindan qo'yamiz, doim ingichka yuqi oshiq moshlardan foydalanmaymiz. Ko'rishingiz mumkin, yaxshi holatda chiqqan. Hop, ichkari tomonda ham 1,5 qanotli shatlanka eshiklar bor. Ular ham remontlariga juda ham mos holatda tushdi. Sifatli akfalar o'rnatishda kelamiz. Plastik akfalar 2 qavatli holatda. Xo'p. Bunga tomchi oyna bo'lgan, shatlanka eshik bo'lgan, juda ham chiroyli chiqadi shatlanka eshik. Yorug' o'tkazuvchi ham bo'ladi oynalari, lekin ko'rinmaydigan bo'ladi akalar. Eshigimizning bo'yi 2.45 bo'ldi, eni 1.17 bo'ldi razmeri. Hop, bu eshigimizni ham razmerlari bir xil chiqdi ikkalasi. Mana sifatini qaranglar, juda ham ideal holatda chiqqan. Orqa tomonlarni ko'rsatib o'tamiz. Ashufkalarigacha, davrlargacha o'rab berdik. Atkozlarni o'zimiz kelib yaxshi holatda chiqdi. Remontlariga unda holisi juda ham mos holatda tushdi. Romlarni ham qo'yib berdik. Hop, bular geometrikalandi. Akfa ruchkalari bilan oppoq akfa podagonilari bilan zo'r qilib o'rnatib berdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda bo'ldi. Hop, eshigimiz narxi akalar 4 million 800 ming so'm bo'ldi. Buning ichida obshivkalari mana devorni o'zimiz o'lchab, olib kelib, u rayondan bir xil qilib, material ham bir xil bo'ladi, sepib, tayyorlab, yig'ib chiqiladi. Nalishnikning yonlari mana qalin nalishnikdan bo'lgan. Yondagi nalishkalari ham yaxshi holatda bo'lgan. Albatta ishlarimizga 5 yildan 8 yilgacha garantiya beramiz. Sifatiga qarab albatta. Arzonlarga unchalik ko'p garantiya berilmaydi akalar. Bizda faqat original MDF eshiklar bo'ladi akalar. Bilasizlar, bunaqa arzonlarni tayyorlamaymiz, sababi uzoq yillar xizmat qilish uchun hammasi materiali sarfiga yarasha. Ishlari ham bitta qanotda o'z 30 kilogacha bo'ladi. 20 kilo nari berdi akalar. Kimga shunaqa sifatli MDF eshiklar zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Vodiy Toshkent bo'ylab, Toshkent tumanlari bo'ylab dastavka ustanovkalari ichida bo'ladi. Aytgan narximiz ichida. Hop, voha viloyatlariga kelishilgan holda dastavkalarni qilyapmiz akalar. Kuzatishda davom etasizlar. Bittadan like bosib, zal odamlarga jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar.